Alloh rozi bo'lsin. Mana shu iliq fikrlardan, haqqoniy, hech qanday bir senzurasiz yozib qo'yayotgan do'stlarimizdan Alloh taolo behisob rozi bo'lsin, o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Albatta, mana tabobat olamiga kirib kelganimdan ko'pchilik mana mamnun bo'lgan insonlarimiz bor. 3 yil, 4 yil mobaynida aynan internetga chiqqan davrimizdan boshlab mani shaxsan kuzatib yurgan o'zimning shaxsiy muxlislarim bor, shaxsan bemorlarim mavjud. Buning ichida 3-4 yil ichida 100 dan ortiq natijalarga erishdik, alhamdulillah. Bulardan eng mashhurlari Shifo al-jigar mahsuloti bilan, achchiq dori mahsuloti bilan va to'g'ri oshqozondan tayyorlangan o't qopidek toshlarni erituvchi maxsus giyohimiz bo'yicha ko'pchilik xalqimizni mehrlarini qozondi deb o'ylayman do'stlar. Kelinglar shular haqida sizlarga ma'lumotlar bersam. Shu achchiq dori yig'masi albatta bizda soxtasi bo'lmaydi. Alloh xohlasa bundan oldin ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Alloh o'z yuzimizni yorug' qilsin. Achchiq dorimiz gepatitlar A, B, C da gepatitlarida, o't qopini to'lib qolishligi, o't qopini muammolarida, jigardagi muammolarda, qon tomirdagi muammolarda, varikozlarda 70 xil kasalga inshaalloh shifo o'zimizni mana bu achchiq dorimiz bo'ladi do'stlarim. Aynan siz bilgan o'sha ixlos damlamasi do'stlar, 14 xilli yig'mali tarkib. Sevimli mahsulotlarimdan biriga aylangan, ayniqsa oq dog'lar bo'yicha ko'pchilik rezultat ko'rgan, jigardan bilgan bemorlarim juda ko'plari Shifo al-jigarda maxsus komplekt qilib olishganda do'stlarim juda katta rezultatlar ko'rishni boshlashdi. Demak, vitiligo kasalligi ham jigarga 150% bog'liq deb o'zim uchun fikr qilib qo'yardim do'stlar. Shaxsiy fikrim bu avvalambor. Shifo al-jigar nafaqat jigar sirrozida, balkim ayniqsa vitiligo kasalliklarida ham juda katta foydasi bor ekan do'stlarim. Bu achchiq dorining egizagi hisoblanadi, ya'ni sherigi. Mana bu o't qopi uchun 7 xil nomli giyohimiz o't qopidagi toshlarni parchalashda 2-3 yildan beri xalqimizning xizmatini qilib, roziligini olib kelayotgan o'sha o't qopi malhamimiz bo'ladi do'stlarim. Albatta, kolektiozniy xolestistit deb tashxis qo'yilyapti juda ko'pchilik insonlarga, ya'ni eruvchan toshlarga juda ham mos keladi do'stlarim. Bir kurs lecheniyaga bemalol yetadi do'stlarim. O'zining maxsus qoshiqchasi bilan birga beriladi do'stlarim. Agar sizda ham mana shunaqangi yaxshi rezultatlar bo'lishini xohlasangiz, marhamat bizga murojaat qiling do'stlarim. Tabiiy ravishda sizga shifo topishingizga sababchi bo'lamiz do'stlar. Shifo Allohdan, sababchi biz. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Omad.